Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz yuz terisini yozda parvarishi haqida. Yuz terisini parvarishi haqida gapirganda avvalambor yuz terisini turlari haqida tushuncha berib o'tish kerak bo'ladi. Yuz terisini odatda asosan 3 ta tur farqlanadi: quruq, yog'li va aralash. Bu endi teridagi yog' bezlari, teri bezlarini funksiyasiga bog'liq holda bo'ladi. Albatta, yuz terisini turlaridan kelib chiqqan holda quruq teriga o'sha qilinadigan muolajalar yog'li asosda bo'lishi kerak bo'ladi. Yog'li teriga qilinadigan muolajalar esa quruq asosda bo'lishi kerak bo'ladi. Aralash yuz terida endi bu o'sha vaziyatdan, o'sha holatdan kelib chiqib, iloji bo'lsa shifokor tavsiyasiga ko'ra olib borilsa yaxshiroq bo'ladi. Bu qanday ma'noda? Masalan, yuz terisiga o'sha parvarishni gapirganda har doim biz shuni ajratib olishimiz kerakki, yozda va masalan qishda bu mavsumiylikdan kelib chiqib, o'sha muolaja turlari har xil bo'lishi mumkin bo'ladi. O'zi men bir shifokor dermatolog sifatida shuni tavsiya qilardimki, yuz terisiga har qanday muolaja, har qanday o'sha kremlar, har qanday mazlar, har qanday losyonlarni, gellarni boshlashdan oldin biz sinama deymiz, ya'ni sinama qo'yish kerak bo'ladi. O'sha o'zgarmagan sog'lom teriga, bir qizarish, toshmalari yo'q bo'lgan teriga, kichkinagina sohaga o'sha qo'llamoqchi bo'lgan o'sha tarkibimiz ozgincha suriladi. Iloji bo'lsa yarim kun, bir kun kutiladi. Shundan so'ng qanaqadir bir allergik reaksiyalar, nojo'ya ta'sirlar kuzatilmasa, keyin butun yuzga ishlatish tavsiya qilinadi. Ya'ni bu o'sha individual sezuvchanligi aniqlash bo'ladi. Bu nafaqat davolovchi qanaqadir muolajalarga, balkim prosta kosmetik o'sha hudga bog'liq bo'lgan muolajalarga ham taalluqli bo'ladi. Misol uchun, oddiygina yuzga losyon yoki namlantiruvchi, ya'ni uvlajняющий kremlar ishlatmoqchisiz. Shu sinamadan foydalanib keyin boshlasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, agar yuz terisi yog'li bo'lsa, albatta bu yog'lilikka qarshi kurashish bu ko'pincha o'sha kislotalar asosida, ya'ni salitsil spirtining 1% eritmasi, kam hollarda yoki bor kislotasining o'sha past konsentratsiyadagi eritmalari, ko'pincha shu narsalardan foydalansa bo'ladi va yana o'zi alohida o'sha farm kompaniyalari tomonidan chiqarilgan ko'p sostavli yuz uchun chiqarilgan eritmalar ham bo'ladi. Shulardan foydalanish bo'ladi. Maqsad birinchi yuzni terisini yog'sizlantirib olish va teridagi o'sha teri va yog' bezlarini og'zini ochish, ya'ni poralarni ochish deyiladi. Bu mexanik tozalov turi deb tushunsak ham bo'ladi. Ana shundan keyin agar jarayonga qarab, masalan, infeksion jarayon qo'shilgan bo'lsa, bu yerda o'sha antibakterial vositalarni saqlovchi kremlardan yoki mazlardan foydalansak bo'ladi. Agar faqatgina yallig'lanish jarayonlari allergiyaga xos bo'ladigan bo'lsa, unda allergiyaga qarshi kuchsiz kortikosteroid vositalardan foydalansak bo'ladi. Endi o'zimizni mahalliy shu xalq tabobatida qo'llaniladigan turli usullar bor. Misol uchun, endi aytib o'tish kerak, buni ham bari qo'llashadi. Kimdir masalan qatiq surtadi, kefir surtadi. Agar bu yerda yallig'lanish jarayoni bo'lmasa, terida bir yiringli jarayonlar bo'lmasa, buni ham o'ziga xos qanaqadir miqdorda foydalari bor. Bundan foydalansa bo'ladi. Terini birinchidan tinchlantiradi, terini oqartirishga yordam beradi. Agar teri quruq bo'ladigan bo'lsa, yuz terisi quruq bo'ladigan bo'lsa, unda terini qurituvchi, yog'sizlantiruvchi, o'sha biz aytib o'tgan har qanday losyon, spirtlardan foydalanilmaydi. To'g'ridan to'g'ri o'sha ko'p sostavli masalan yoki namlantiruvchi yoki teriga biroz yog'lilik beruvchi vositalardan foydalanish mumkin bo'ladi.
bizada endi yoz sharoitida qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik o'ylaydiki, men SPF kremlardan, ya'ni quyoshdan saqlovchi солнцезащитный kremlardan foydalanaman deydi. Bu to'g'ri, lekin bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, quyoshdan saqlovchi vositalardan foydalanish bu bemalol quyoshda yuraverasan degani emas. Shu narsani eslatib o'tishimiz lozimki, albatta quyoshdan saqlovchi vositalar yaxshi, lekin bular baribir o'sha krem, mask tarkibida bo'lgani uchun biz bilamizki, oddiy fizika qoidasi teriga surtilgandan keyin ikkita sath paydo bo'ladi. Biz ikkita sathda bilamiz, quyosh nuri yaxshigina sinadi. Shuning uchun ham bu yerda yuziga qanaqadir krem, mask surgandan keyin yuzi terisi bilan o'sha mask o'rtasida ikki xil sath paydo bo'ladida, quyosh nuri kuchli sinadi. Shuning uchun ko'pincha davolovchi va namlantiruvchi krem yoki masklar kunduzi foydalanish tavsiya etilmaydi. Ya'ni quyosh botgandan keyin kechki paytdan foydalanish tavsiya etiladi. Faqatgina kunduzi SPF kremlardan, ya'ni o'sha ultrafiolet nurlanishdan saqlovchi kremlardan foydalanish mumkin bo'ladi. O'zi har qanday terini ham parvarishida parhez, to'g'ri ovqatlanish ahamiyatga ega bo'ladi, lekin men biror bir mahsulotni aynan shu deb ajratmayman. Buni uncha to'g'ri deb o'ylamayman. Chunki mahsulotlar bilan, ozuqaviy mahsulotlar bilan biror bir teri kasalligini davolab yuborish, bir zumda davolab yuborish bu noto'g'ri tushuncha. Bu oylar, yillar talab qiladigan narsa. Odatiy to'g'ri ovqatlanishni tavsiya qilaman. Bu bir. To'g'ri ovqatlanish deganda eng asosiysi o't yo'llari, o't pufayiga o'sha kuchli og'irlik tushishi kerak emas. Ya'ni bir o'tirganda ko'p ovqat yeyish, juda og'ir ovqatlar, yog'li, achchiq, sho'r ovqatlar yeyish, ovqatlanib tezda yotish, uxlash. Mana bular o't kislotalarini qanaqadir miqdorda qonga so'rilishiga va bu narsani quyoshga bo'lgan sezgirligi oshishiga olib keladi. Oddiy, hammaga tushunarli bo'lishi uchun misol tariqasida tushuntiraman. Masalan, homilador ayollarda yuziga dog' tushadi. Bizning tilda xlozma deydi. Nimaga? Homila paytida bola kattalashgan sari o't pufagiga u siqishi boshlaydi. Ya'ni o't yo'lini siqishi boshlaydi va o't oqimi buziladi. Ichaklarga o't to'g'ridan to'g'ri tushishi buziladi. O't kislotalari qisman qonga so'riladi va o't kislotalarining bitta xususiyati bor. Quyoshga bo'lgan sezuvchanligi 10-12 barobargacha oshib boradi. Shuning uchun ko'pincha homiladorlik paytida yuzda dog' tushishi mumkin. Xuddi shuni mexanizmi birdaniga ko'p ovqat yeb qo'ysangiz, yo juda ko'p ovqat yeb qo'ysangiz, yo ovqat yeb yotib olsangiz, albatta o't yo'llarida, o't pufagida zagib deydi, o'sha bukilish paydo bo'ladi. Va shu mexanizm asosida shunaqa bo'lishi mumkin bo'ladi, yuzlarga dog' tushishi mumkin bo'ladi. Endi aynan biror bir mahsulotlardan albatta biz bilamiz, masalan, terini himoya qilishda vitamin A, E vitaminlari muhim. Masalan, baliq mahsulotlaridan qo'shib turish tavsiya qilamiz. Iloji bo'lsa, o'sha okean yoki dengiz mahsulotlari baliqlari bo'lsa, yana ham yaxshiroq. Yog'sizroq bo'lsa, yana ham yaxshiroq. Keyin ko'k narsalardan, ya'ni yashil, o'sha yashil o'simliklar, zelen deydi bizada, ko'katlar, har xil karom turlari, tam brokkoli deydi, oddiy karom va hokazo. Shular tavsiya qilinadi, ya'ni terini himoya qilishga qaratilgan antioksidantlar berish, mahsulotlarni berish tavsiya qilinadi. Keyingi videolarimiz qaysi mavzularda bo'lishini xohlasangiz izohlarda yozib qoldiring. Videomiz uchun bitta like bosing va obuna bo'lishni unutmang.